film boshida biz tepalikdagi mafiyalarning o'zaro kelishuvlarini ko'ramiz. Bu joyda asosan film qahramoni bo'lgan Massima va uning otasi bor edi. Otasi kelishuv tuzayotganiga qaramay, Massima ular yonida emas, bir chekkada turib durbin orqali suv bo'yidagi qizlarni kuzatar edi. Shunda nimalarnidir kelisha olmay otasi Massimaning yoniga keladi va o'g'lidan "Nimani kuzatyapsan?" deb so'raydi. Shunda o'g'li jilmaygan holda otasiga durbinni beradi. Otasi ham durbindan qizlarni ko'radi va "O'g'lim, chiroyli qizlar ko'zning jannati, ammo joningni do'zaxi bo'ladi" deb kuladi. Va yana qo'shimcha qilib jiddiy gapira boshlaydi. "O'g'lim, endi yosh bola emassan. Ulg'ayding. Bu yurishlaringni tezroq yig'ishtirib, mening davomchim bo'lishing kerak. Qachondir men bu dunyodan ketsam, oila va ishlarimning kattasi o'zing bo'lib qolasan" deydi. Buni qarangki, ayni o'sha vaqtning o'zida xuddi Massimaning otasi nimalarnidir sezgandek, ularga o'q uzishadi. Va hozirgina o'z o'g'liga maslahat berib turgan ota bu dunyoni tark etadi. Oradan 5 yil o'tdi. Endilikda Massima ilgarigidek ish yoqmas yosh bola emas edi. U ulg'aygan va ishbilarmon biznesmen edi. Keyin esa bizga Laura ismli qizni ko'rsatishadi. Laura juda ham maftunkor ayol edi. Ishdan charchab kelgan Laura eri bilan dam olmoqchi bo'ladi, lekin uning eri buni xohlamaydi va "Charchaganman" deb qo'yadi. Bu Laura uchun yangilik emas edi. Eri xohlamaganidan keyin Laura o'z xonasiga kirib, har xil o'yinchoqlari bilan o'zini o'zi qondiradi. Biroz vaqt o'tib bilamizki, Laura bilan eri o'rtasidagi munosabatlar unchalik ham yaxshi emas ekan. Hatto ularning Milan bo'ylab sayohatlari ham munosabatlarini yaxshi tomonga o'zgartira olmagan. Laura barchasini dugonasiga aytib berar edi. Shunda ular dugonasi bilan yotgan joyga Lauraning eri kelib, Lauraga xuddi uni ustidan kulgandek hazil qiladi. Bundan keyin albatta Lauraning qattiq jahli chiqib, erini bir itarib basseynga yiqitadi. Kayfiyatsiz tushkunlikka tushgan Laura kechqurun shahar bo'ylab aylanib yurardi. Shunda Laurani Massimaning odamlari o'g'irlab ketishadi. Ertasi kuni qiz xuddi qasrdek uyda uyg'onadi. Kecha nima bo'lganini eslay olmagan Laura juda qo'rqishni boshlaydi va eshikni uraveradi. Ammo bularning bari befoyda edi. Eshik faqat kechasi ochilardi. Qiz bir amallab u yerdan qochishga muvaffaq bo'ladi, lekin bu katta uydan chiqish ancha murakkab edi. Qochib qiz bir joyda o'zining katta suratini ko'rib qotib qoladi va ayni shu joyda qizning orqasidan Massima kelib, "Adashib qoldingmi?" deydi. Battar qo'rqgan qiz o'sha yerning o'zida hushidan ketadi. Laura o'ziga kelgach, Massima unga juda g'alati qiliqlar qilar, goh-goh teginar edi. Ammo bularning barchasi Laurada jirkanchlik uyg'otadi va qiz baqirib, "Nimaga meni bu yerda kuch ishlatib ushlab turibsan? Sen kimsan o'zi?" deydi. Shunda Massima qizga barchasini birin-ketin tushuntira boshlaydi. Ya'ni Massima otasidan ayrilgan kuni Laurani ko'rgan va Massimani hayotga qaytargan narsa bu Lauraning sharpasi ekan. Xullas, Massima qizni telbalarcha sevar ekan. Massima Laurani uzoq yillar davomida izlagan va nihoyat mana uni topdi. Massima Lauraga shart qo'yadi. Ya'ni Laurada 365 kun muddat bor. Ushbu vaqt ichida Laura Massimani sevib qola olsa, ular birga bo'lishadi. Agar shuncha vaqt ichida ham seva olmasa, u qizni qo'yib yuborar ekan. Laura bu aqlsizlik deb qochmoqchi bo'ladi, lekin uni Massima ushlab devorga suyaydi va shu bahonada qizning uyoq-buyoqlariga teginishni boshlaydi va darhol o'zini qo'lga olib, "Sen o'zingni menga ishonib topshirmaguningcha men senga teginmayman" deydi. Oradan ko'p o'tmay Massima o'z ishchilari ichidagi sotqinni topadi va uni so'roq qilishni boshlaydi. Shunda Laura ham yana qochishga urinadi va tashqariga chiqishga ham erishadi. Ammo buni qarangki, qiz to'ppa-to'g'ri Massima so'roq qilib turgan joyga borib qoladi va Massima vahshiylarcha sotqinni otib tashlaganini guvohi bo'lib yana hushidan ketadi. Ertasiga esa Laura o'ziga kelgach, yonida Massima o'tirganini ko'rib, undan juda qo'rqa boshlaydi. Shunda Massima ham qizga "Sen bularni ko'rmasliging kerak edi. U odam sotqin bo'lib chiqdi. Sotqinni jazosi o'lim" deb o'zini oqlay boshlaydi va oxirida qizga "Tayyor bo'lib tur, 2 soatdan keyin ketamiz. Hali kiyimlar ham sotib olishing kerak" deydi. Shunda jahli chiqqan Laura "Men hech qayerga chiqmayman. Men nima, sening shaxsiy buyuming midimki meni xohlagan joyingga olib borasan" deb janjal qiladi. Bu yerda Massima indamay uni eshitib turdi deysizmi?
Ha, yo'q albatta. Massima qizni darhol to'shakka bosib, juda jiddiy tarzda bu yerda kim xo'jayin ekanini tushuntirib qo'yadi. Taqdirga tan bergan Laura nihoyat kiyinib ovqatlanishga chiqdi. Tan olish kerak, u juda latofatli edi. Qiz o'ziga o'zi savol bergan shekilli, sevgan erim menga xiyonat qildi. Men ham hayotimni qaytadan boshlasamchi deb va hech qanday qarshiliklarsiz ovqatlanib plyajda yotib dam oladi. Keyin esa kiyim-kechaklar xarid qilishga borishadi. Bu yerdan bir nechta kiyimlar xarid qilishadi. Laura ichkariga kirib o'ziga ichki kiyimlar kiyib ko'rib turganida, u yerga Massima ham bostirib kiradi va qizga havas bilan qarab turardi. Shunda qiz unga chiqib ket, bo'lmasa buni boshqa umuman ko'rmaysan deydi. Massima esa qizni bo'g'zidan ushlab, bu yerda nima bo'lmasligini men hal qilaman deydi va bu ishi bilan qizni yana ranjitadi. Qiz xafa bo'lib u yerdan chiqib ketadi. Lekin biroz o'tib qizga dabdabali hayot yoqib qoldi shekilli, u bugungi tunni Massima bilan o'tkazmoqchi. Chiroyli bo'lib yasanib ham oldi. Ustiga ustak Massima ham qizdan sen bilan qanday muomala qilsam senga yoqadi, menga o'rgat sen bilan yaxshi muomalada bo'lishni deydi. Qisqa qilib aytganda, ular o'rtasida iliqlik paydo bo'la boshlaydi. Ular bir-birlariga shunaqangi shahvatlarini keltiradigan hazillar qilishardiki, chetda turib ularni ko'rgan odamlar hayron qolishardi. Bir kuni ertalab uyqudan uyg'ongan Laura yonida yalang'och yotgan Massimani ko'rib, hislari uyg'onadi va uni ham qiynash maqsadida o'zi ham yalang'och holda uni ko'z oldida dush qabul qila boshlaydi. Shunda Massima qizga yaqinlashib, "Men bilan bunday o'ynashma" deb ketadi. Bundan keyin Massima ham qizning hislari bilan o'ynash maqsadida qizni bir xonaga olib kiradi va uni qo'l-oyoqlarini bog'lab, uning ko'z oldida boshqa bir qiz bilan aloqa qila boshlaydi. Buni ko'rib Laura juda qiynalardi. Keyin esa Laura alamidan shunaqangi ochiq-sochiq kiyinib barga boradi va u yerdagi bir yigitni o'ziga rom qiladi. Lekin yigit unga juda ham tegina boshlaganidan keyin qiz u yerdan ketmoqchi bo'ladi. Ammo bu yigit ham katta bir mafiozalardan bo'lib chiqadi. Qizni osongina qo'yib yuborgisi kelmaydi. Buni ko'rgan Massima jahl bilan ularga to'pponcha tirab, qizni zo'rg'a olib ketadi. Massimaning bu qilgan ishidan keyin ikkita katta mafiozalar o'rtasida urush kelib chiqadi. Vaziyat chigallashganini sezgan Laura Massimadan kechirim so'raydi, ammo baribir ham ular janjallashib ketishadi va kutilmaganda Laura suvga tushib ketadi. Massima esa hech ikkilanmasdan qizning orqasidan o'zini suvga tashlaydi. Bir amallab qizni suvdan ham olib chiqadi va ular o'rtasida sevgi paydo bo'ladi. Ular o'rtasida nafaqat sevgi, balkim yana nimalardir ham bo'ladi. Lekin endi u joylarini kinoning o'zida ko'rasiz. Afsuski, hozir ko'rsata olmaymiz. Sal keyinroq ular ziyofatda raqsga tushib turganlarida ular yoniga Anna ismli qiz keladi. Ma'lum bo'lishicha, u qiz bilan Massima oldinlari uchrashgan ekan. Shunda Anna Massimaga "Topganing shu bo'ldimi? Sen meni sevgimni qadriga yetmading. Men esa sen sevgan qizni yo'q qilaman" deb ketadi. Ziyofatdan so'ng Massima Lauraga uni qattiq yaxshi ko'rishini aytib, uni oila a'zolarini ko'rib kelishga yuboradi. Shu Massima biroz vaqt yo'q bo'lib ketadi. Hattoki Lauraning qo'ng'iroqlariga ham javob bermasdi. Tushkunlikka tushgan Laura dugonasi bilan barga boradi. U yerda uni oldingi eri uchratib qoladi va uni ortga qaytarmoqchi ekanini yaxshi ko'rishini aytadi. Ammo endi buni Laura xohlamas edi. Yo'q deyishiga qaramay eri uyigacha bostirib keladi. Lekin uyda Massimani o'tirganini ko'rib, u yerdan ortiga qaytib ketadi. Massima kelganiga Laura juda xursand edi. Undan "Nimaga yo'q bo'lib ketding? Nima bo'ldi o'zi?" deydi. Ammo Massima hech narsa deb javob beradi-yu, ular yana jinsiy aloqa qilishga kirishib ketishadi. Aloqa paytida Laura Massimaga u juda ham uzoq kutgan gapni aytadi. Ya'ni, "Men seni sevaman. Bu uchun hatto 365 kun ham kerak bo'lmadi menga" deydi. Bundan Massimaning kayfiyati juda ko'tarilib ketadi. Hattoki boshida ishonmaydi ham hazil qilyapti deb. Ertasiga esa Laura Massimani ota-onalari bilan tanishtiradi. Lekin qizning ota-onalari yigit mafioza ekanini eshitgach, qizni qo'llab-quvvatlashmaydi. Shu sababli ular Lauraning ota-onalarini to'yga taklif qilishni xohlashmaydi. To'yga faqat Lauraning dugonasi taklif etiladi.
Laura va dugonasi birgalikda kelin ko'ylaklar tanlashadi. Quvonchi ich-ichiga sig'mayotgan Laura dugonasi bilan mashinada kelishyapti. Ularning ketidan Massimaning ishchilari tushishadi. Nega deganda kimdir Laurani o'ldirmoqchi ekanidan xabar topishgan. Bu haqida Massimani ham xabardor qilishga harakat qilishadi. Bir necha bor qo'ng'iroq qilishadi, ammo uning telefoni band edi. U ayni vaqtda Laura bilan gaplashib turardi. Massimaga Laura ular farzand kutayotganini aytmoqchi bo'ladi, ammo aytishga ulgurmaydi. Lauraning mashinasi tunnel ichiga kirib ketadi. Aloqa ham uzilib qoladi va uning mashinasi tunnel ichidan chiqmaydi. Laura tuzoqqa tushganini bilgan Massima g'azab va alamlari bilan yig'laydi, chunki u endigina erishgan juft halolidan ayrilgan edi. Birinchi qismning so'ngida Lauraning mashinasi tunnel ichiga kirib, u yerdan qaytib chiqmasdan yakun topardi. Albatta biz barchamiz bunday sahna ko'rinishidan keyin Laurani tunnel ichida o'ldirishdi deb o'yladik. Lekin buni qarangki, Laura tirik, u o'lmagan. Ma'lum bo'lishicha, tunnel ichida avariya sodir bo'lgan va natijada Laura homilasini yo'qotgan. Ikkinchi qismning boshida biz yana o'sha sevishgan juftlikni ko'ramiz. Ular orziqib kutgan to'ylariga tayyorgarlik ketayotgan bir paytda bu telbalar hislarini tiya olmay, jinsiy aloqa bilan shug'ullanib ketishadi. Buni ko'rgan Lauraning dugonasi esdan og'ay deb ularni qattiq urishadi. Massimani esa u yerdan haydab yuboradi. Bundan keyin yaqin dugonalar biroz suhbat qurishadi va nihoyat Massima va Lauraning to'yi bo'lib o'tadi. To'ydan keyin Massima ichkariga kirgach, Lauraga "Senga 1 soat muhlat, keyin men seni o'zim xohlagandek qilaman" deydi. Laura ham o'z navbatida "Senga bugun esingdan chiqmaydigan tun hadya qilaman. Borib o'tir" deydi. Massima joyiga borib o'tirgach, Laura ehtirosli tarzda yechinishni boshlaydi va Massimaning qo'llarini ham bog'lab qo'yadi. Yalang'och holda qo'liga o'zini o'yinchoqlarini olib, erining ro'parasida o'zini o'zi qondira boshlaydi va sal keyinroq to'xtab, Massimaga "Ana endi meni o'zing xohlagandek qil, faqat menga yoqadigan bo'lsin" deydi. Massima ham o'zi zo'rg'a o'tirgan edi. Bu gapdan keyin u bir kuch bilan qo'llarini ham yechib, Laurani to'shakka olib o'tib ketadi. Filmni mana shu joyini ko'rsangiz boru, Massimani quturgan shermikan deb o'ylab olasiz. To'g'risida, bular shunaqangi bir-birini shahvatini keltiradigan ishlar qilishadi-ki, buni qanday tushuntirsam ekan? Xullas, ruschasiga aytadi-yu, "Помешанный" deydi-yu, o'shanaqa gaplarda. Keyin bizga vannada zerikib o'tirgan Lauraning dugonasini ko'rsatishadi. Buni qarangki, Massimaning ishonchli ishchisining ham sevgan qizi yo'q edi. Ammo harakatlariga qaraganda u Lauraning dugonasini yoqtirib qolganga o'xshaydi. U qizga atirgul sovg'a qiladi va ular o'pisha boshlashadi. Sal keyinroq biz o'z asaloylarini juda ham dahshatli tarzda mazza qilib o'tkazayotgan Massima bilan Laurani ko'ramiz. To'g'risi ular goh tabiat qo'ynida, goh basseynda, goh yana bir joylarda o'sha ishlari bilan shug'ullanishardi. Mana Massima va Laura ham uyiga qaytishdi, lekin uy ichiga kirib ularning og'izlari ochilib qoladi. Nimaga deysizmi? Nimagaki uy ichiga kirishlari bilanoq ularni kelishlarini bilmagan Lauraning dugonasi va Massimaning ishchisi uyda hech kim yo'q deb o'zlarining fantaziyaviy o'yinlarini o'ynashayotgan ekan. Keyin dugonalar aylanishga chiqishadi, suhbatlashib birga ovqatlanishadi. Kechqurun esa Massima ishdan uyga qaytgach, uni Laura ko'zni qamashtiradigan ichki kiyimlarda kutib oladi. Demak, ularning hayoti asta-sekin avvalgidek bo'la boshlaydi. Ya'ni asaloyidaqa emas, vaqt o'tishi bilan Massima Lauraga unchalik ham e'tibor bermay, unga yana buyruqlar bera boshlaydi. Bundan keyin albatta ular o'rtasida kelishmovchiliklar boshlanadi. Va filmning yarmiga ham kelmay, unda yangi qahramon paydo bo'ladi. Uning ismi Nacho edi. Nacho Lauraga o'zini shu yerdagi bog'bon sifatida tanishtiradi. Aslida esa bu ham bir boyvachcha, lekin bu haqida sal keyinroq gaplashamiz. Xullas, Nacho va Laura uzoq suhbatlashishadi. Nazarimizda Nacho Lauraga yoqib qolgandek edi. Nimaga endi yo'q? U ham yosh, juda kelishgan yigit edi. Laura esa ayni hozirga kelib eri bilan unchalik ham yaxshi munosabatda emas. Sevishganlar uyida yangi yil bayrami nishonlanmoqda. Hamma xursand, bir-biriga sovg'alar ulashmoqda. Shunda Massima ham sevgilisi Lauraga u uchun ochilgan kiyimlar brendini sovg'a qiladi. Buni kutmagan Laura uni qattiq quchoqlab, "Seni yaxshi ko'raman" deb qo'yadi. Buni qarang, o'zi shundoq ham quvonchli kun bayram edi. Ayni shu kuni Massimaning ishchisi Lauraning dugonasini qo'lini so'rab, unga uzuk taqib qo'yadi. Laura dugonasini tabriklar, Massima esa ishchisini quchoqlar edi. Bayramdan keyin kechasi Laura Massimani sovg'asiz qoldiradi deb o'ylaysizmi? Adashasiz albatta, chunki Laura ham Massimaga o'xshagan помешанный человек edi. Bilasizmi u nima sovg'a qilganini?
U o'zini o'zi Massimaga sovg'a qiladi. Ya'ni Massima u bilan xohlagandek va xohlagancha eksperiment o'tkazishi mumkin. Вот это поворот, конечно. Nimaga deganda, qachonlardir Laura uni ko'rishni ham xohlamasdi, lekin hozir o'zi xohlab berayapti. Как это называется? Пишите в комментариях. Ular ishni tugatgach suhbatlashib yotishadi. Shunda Laura Massimaning akasi borligini biladi va arazlay boshlaydi. Nimaga endi aytyapsan deb. Shunda Massima bu mavzuda gaplashgisi kelmay chiqib ketadi. Sal keyinroq ularning uyida katta bazm bo'ladi. Juda ko'plab mehmonlar tashrif buyuradi. Hatto Lauraning ota-onasi ham kelishadi. Shunda Laurani Massima hozir kelaman deb yolg'iz qoldirib ketadi-yu, uzoq vaqt yo'q bo'lib ketadi. Laura bir o'zi aylanib yurib tepaga qarasa, Massima Anna bilan ichkariga kirib ketayotganini ko'radi va darhol ularning ketidan borib ne ko'z bilan qarasaki, Massima Anna bilan jinsiy aloqa qilib turardi. Hayratdan qotib qolgan Laura otilib u yerdan chiqib ketadi. Shunda uni Nacho uchratadi. Laura esa unga "Meni bu yerlardan olib ket" deydi. Nacho ham qizni ikkilanib o'tirmasdan mashinasida olib ketadi. Yo'lda to'xtashgach, Nacho Lauraga u bilan ketishi mumkinligini, unga bilet bir zumda topishini aytadi. Shundan keyin qiz oyisiga ovozli xabar qoldirib, telefonini ham uloqtirib, Nacho bilan birga ketadi. Keyingi sahna ko'rinishida biz Nacho va Laura birga dam olishayotganlarini ko'ramiz. Laura Nachoning opasi homilador ekanini eshitib, qo'lidagi narsasini tushirib sindiradi. Shunda Nacho jentelmenlarcha uni ko'tarib chetga o'tkazadi va o'zi shisha siniqlarini yig'ishtirishga boradi. Bu paytda Laura sekin jilmayganini ko'ramiz. Bu balkim Nacho unga yoqayotganidan dalolatdir. Bundan keyin esa Laura Nachoning opasi bilan tanishadi. Ular juda tez til topishadi. Bo'layotgan voqealarning barchasi Nacho bilan Laurani bir-biriga yaqinlashtirar edi. Bu yoqda Nacho bilan Laura mazza qilib yurishar, ammo u yoqda Massima Laurani topa olmay aqldan ozar edi. Keling endi shu joyda ozgina bo'lib o'tgan narsalarni tushuntiray sizlarga. Chunki men ham tushunmay qolganman-da boshida. Barchada savol tug'ilishi mumkin. Shunchalik qattiq sevarkan, nimaga xiyonat qiladi deb. Mana sizga javob. U yerda o'sha kuni Massima qizga xiyonat qilgan emas bo'lib chiqadi. O'sha kungi Massima deb o'ylangan erkak aslida Massimaning akasi ekan. Ular atayin Massima va Laurani o'rtasini buzish maqsadida o'sha ishni qilishgan. Afsuski Laura bu haqiqatni bilmas edi. U erim menga xiyonat qildi deya, o'zi ham boshqa erkak bilan yuribdi. O'zini juda ham mehribon qilib ko'rsatayotgan bu Nachoga ham keladigan bo'lsak, bu yigit ham hech qanday bog'bon emas. U katta bir mafiyaning o'g'li ekan. Uning rejasi o'sha kuni Laurani o'sha uydan olib chiqish bo'lgan. Xullas, oradan biroz vaqtlar o'tadi. Laura ham deyarli Nachoni yoqtirib qoladi. Hattoki Nacho Lauraning tushlariga ham kira boshlaydi. Ammo bu yurishlar uzoqqa cho'zilmaydi. Oxir-oqibat Nacho bor haqiqatni Lauraga aytib beradi. Qiz esa undan qattiq xafa bo'ladi, jahli chiqadi, ammo nima ham qila olardi? Bo'lar ish bo'lib bo'lgandi. Keyingi sahnada ko'ramizki, ular mashinada Nachoning otasi tomon yo'l olishyapti. U yerga Massima ham boradi. Eshik oldida Laura biz bilan ketadi, buyruq shunday deb qizni olib ketishadi. Nacho esa otasi va Massima yoniga kiradi. Biroz muzokaralardan keyin Massima xotinim tirik ekaniga ishonch hosil qilishim kerak, uni ko'rishni xohlayman deydi. Shunda Nachoning otasi qiz hozirda eng ishonchli soqchimda turibdi. Uning bir tola ham sochi to'kilmaydi deydi. Bu gapni eshitgan Nacho darhol otasiga Laurani umuman boshqa ikkita soqchi olib ketganini aytib, Massimani ham o'zi bilan olib Laurani izlashga ketishadi. Haliyam ular o'z vaqtida ulgurib borishadi. Qarashsa, Massimaning akasi va Anna qizni endi o'ldirmoqchi ekan. Shunda Nacho va Massima ular esa bularga qurol tirashadi. Shu paytda Laura yugurib Massima yoniga o'taman deganda, Anna Lauraga o'q uzadi. Bunga chiday olmagan Massima Annani ham, o'z akasini ham otib o'ldiradi. U yerdan Nacho ko'zida yosh bilan ketadi. Bundan sezsa bo'ladiki, Nacho ham Lauraga befarq bo'lmagan. Film oxirida qonga belangan Laura yoniga Massima yig'lab o'zini tashlaydi. Biroz o'tib, qayg'uli sahnalardan keyin bilamizki, taxmin qilinganidek Laura emas, Massimaning akasi vafot etgan ekan. Va nihoyat mana intiqlik bilan kutilgan Laura. Ko'rishimiz mumkinki, Laura juda yaxshi ko'rinishda. Unda o'qdan keyin ozgina shiram qolgan xolos. Qo'shimchasiga u endilikda juda kayfiyatsiz bo'lib qolganini aytsak ham bo'ladi. Laura o'lishimga sal qoldi, ammo hayot menga ikkinchi bor yashash imkonini berdi deydi-yu, dugonalari bilan kayf safo qilishni boshlaydi.
Agar biz filmning ikkinchi qismida ko'pincha qimmatbaho kostyum shimlardagi kelishgan yigitlarni ko'rgan bo'lsak, ushbu uchinchi qismda ssenarist bizlarga jozibali Lauraning figurasidan lazzatlanish imkonini beradi. Bu degani filmning ko'p joylarida erkaklardan ko'ra Laura diqqat markazimizda ko'proq paydo bo'ladi. Laura dugonasi Olga bilan hech narsadan qaytishmasdi. Suhbatlashishar, qimmatbaho ichimliklardan ichib, tungi klublarda guruh-guruh bo'lib raqslarga tushishardi. Laura bu yoqda mazza qilib kayf safo qilib yurar, u yoqda esa Massima ich-ichini yer edi. Uni bir qarashda yuzidan u qanchalik azoblanayotganini bilish mumkin edi. Uning azoblanayotganini sababi esa Laura bilan Nacho o'rtasida bo'lib o'tgan narsalar edi. Bu narsalar Massimani hech ham tinch qo'ymas edi. Qo'shimchasiga Laura avariyada bolasini yo'qotdi va bunda u Massimani va uni dushmanlarini ayblamoqda. Bularning barchasi Massimani battar asablantirardi va o'zini ushlab tura olmagan Massima Laura bilan urushib ketadi. Janjal paytida Massima jahl bilan qo'lidagi rumkasini yerga urib sindiradi. Mana shu paytda Laura yig'lab Nachoni eslaydi. Chunki esingizda bo'lsa, Nacho Laura qo'lidagi rumkasini sindirgan paytda uni darhol qo'lida ko'tarib chetga divanga olib borib, o'zi shisha siniqlarini yig'ishga ketardi. Laura biron joyini kesib olmasligi uchun albatta. Bu joyda esa Massima uni chetga ham olib o'tmadi, shisha siniqlarini ham yig'ishtirmay jimgina u yerdan surib yubordi. Laura esa o'zicha meni sevmaydi, hurmat qilmaydi, qarochi qadrimga yetmaydi deb o'yladi. Bir so'z bilan aytganda, Massima u uchun juda ham yomon er bo'lib ko'rindi. O'sha kundan boshlab sevishganlar oilasi dars keta boshlaydi. Ular o'rtasida mutlaqo jinsiy yaqinlik to'xtab qoladi. Nazarimizda jinsiy yaqinlik oilani saqlab turgan yagona narsa edi. Mana u ham yo'qoldi. Mana nima uchun oilada birinchi navbatda jinsiy aloqa emas, sevgi bo'lishi kerak. Agar sevgiga emas, jinsiy yaqinlikka tayanib oila quriladigan bo'lsa, qachondir jinsiy aloqa bo'lmay qolsa, oila ham bo'lmay qoladi. Massima dush qabul qila turib o'zini o'zi qondirar. Laura esa tushlarida Nacho bilan har xil pozalarda jinsiy aloqada bo'lar edi. Gaplashib, oilani avvalgi holiga qaytarish o'rniga Laura o'z ishlariga sho'ng'ib ketadi. Massima esa klublarda har xil narsalar qabul qilib, ichkilikka berilib ketadi. Lekin Massima unga qanchalik qizlar o'zini otishmasin, ular bilan jinsiy yaqinlik qilmas edi. Bu ishi bilan u Lauraga vafodor ekanini, uni hali ham sevishini tasdiqlardi. Shunaqa tarzda oradan bir qancha vaqtlar o'tadi va Laurani bir haftaga Portugaliyadagi modalar ko'rgazmasiga taklif etishadi. Albatta, Laura bilan birga uning yonida dugonasi Olga ham ketadi. Nimaga deganda, Olga juda ham pozitivniy qiz, u bunday imkoniyatni qo'lidan chiqarmas edi. Xullas, ular Portugaliyaga kelishadi va bu yerda Laura kim bilan uchrashib qoladi deysiz? Taxmin qilingchi? Albatta, Nacho bilan. Bilmadim qayerdan bilib qola qolganini Nacho Laura bu yerga kelishini, balkim kuzatib yurgandir, yana kim biladi deysiz. Xullas, Nacho yana o'zidan jentlmenni yasab oladi. U Lauraga sevgi haqida bir nimalarni gapirar, uni hamisha sevib himoya qilishini aytardi. Qisqa qilib aytganda, Laura qulog'i bilan sevadigan yengiltak qiz bo'lib chiqdi. Massimadan farqli o'laroq, Laura o'zini tiyib tura olmaydi va tushlaridagi pozalarda Nachoga o'zini berib qo'yadi. Bu qilgan ishi bilan u oilasiga va Massimaga hurmati, vafosi yo'qligini bildiradi. Dahshatli tundan keyin ertalab Nacho yana Lauraga sevgi haqida juda ham ta'sirli gaplar aytar. Bir-biriga ishonchli bo'lishlari nima-yey? Xullas, yigitlar qizlarni boshini qanday aylantirishadi? Nacho ham xuddi shunday qilib Laurani qalbini zabt etmoqchi bo'ladi. Lauraning harakatlari esa Nacho o'z ishini ustalik bilan bajarayotganini tasdiqlardi. Bundan keyin Laura Nachoga menga ozroq vaqt ber, o'ylab olishim uchun deb u yerdan ketadi. Laura to'g'ri mehmonxonaga borib o'z xonasiga kiradi. Xonada esa uni asabiylashib o'tirgan Massima kutib o'tirgan edi. Laura kirishi bilan Massima undan qayerda eding deb so'raydi. Laura esa ko'z ko'tara Massimani aldab, banketda edim deydi. Shunda Massima Lauraga baqira boshlaydi. Sen uyatsiz, aldoqchisan deb. Laura esa qo'rqoq birinchi qo'l ko'tarar qilib Massimani sen bilan ajrashaman deb qo'rqiza boshlaydi. Lauraning aytishi bo'yicha uni otishgan kun ularning sevgisi Laura bilan birga o'lgan emish va u hozirgacha oilasini saqlab qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilgan ekan. U Massima faqat bir joylarda qamalib o'tirgan emish. Lekin siz bilan biz bilamiz-ku qanday Laura oilasini saqlab qolishga harakat qilganini. To'g'rimi? Bunday ham harakat qildi Laura.
Mana bunday ham va yana mana bunday ham. Eng hayron qolarlisi bularning hech biri foyda bergani yo'q. Bu janjaldan keyin Laura ota-onasini ko'rgani boradi. Ularga bo'lib o'tgan barcha voqealarni aytib beradi. Shunda Lauraga oyisi juda ham antiqa maslahat beradi. Eri bilan gaplashib, yarashib olishini aytish o'rniga, u Lauraga "Sen birinchi qadam tashlama, o'zi yalinib kechirim so'rasin" deydi. Bundan bilib olsak bo'ladiki, mana nimaga Laura bunaqa egoistka. O'zimizda bir gap bor-u, olmani tagiga olma tushadi degan. Lekin Lauraning otasi juda ham yaxshi inson bo'lib chiqadi. U qizi bilan ancha aylanadi, suhbatlashib, unga to'g'ri maslahatlar beradi. Laura bilan otasi ko'ringan sahnalar bir paytning o'zida juda ham yoqimli va pozitivniy sahnalar edi. Filmning eng ta'sirli joylari desak ham bo'laveradi. Ozroq vaqt o'tib o'tmay, Massima Laura Nacho bilan unga xiyonat qilganini biladi va Laura ortga qaytishga majbur. Uni eri bilan jiddiy suhbat kutib turardi. Aeroportda Laura taksiga o'tirishi bilan qarasa, haydovchi kim bo'lib chiqadi deysiz? Dadam, buni qarangki, albatta yana Nacho. To'g'risi men hayronman. Qayerdan biladi bu yigit Laura qachon qayerga borishini va o'zi qanaqa professiya bu yigitda? Bir qarasa bog'bon bo'lib chiqadimi-ey, yana bir qarasang haydovchimi-ey? Albatta bu boradagi fikrlaringizni kommentariyda kutaman. Sizlarning fikrlaringiz ham menga juda qiziq. Nacho yana manzilga yetguncha Lauraga sevgi haqida she'rlar, sal kam qo'shiqlar kuylardi. Uning gaplaridan Laura yana kayfiyati ko'tarilib, jilmaya boshlaydi va shunday ko'tarinki kayfiyatda Massima bilan jiddiy gaplashib olishga boradi. Va biz yana chiroyli lokatsiya, plyaj, okean va suv bo'yida turgan Massimani ko'ramiz. Bu yerga o'zining jozibali qadam tashlashlari bilan Laura keladi va mana ikkala film qahramonlari uchrashdi. Hozir ular yarashadi deb o'ylaymiz, lekin Massima tushunib yetgan shekilli uning xotini qulog'i bilan sevishini. Massima Lauraga bir gap aytadi. Agar nimanidir yaxshi ko'rsang, uni qo'yib yubor. Agar u senga qaytib kelsa, demak u sen bilan oxirigacha bo'ladi. Agar senga qaytmasa, u hech qachon seniki bo'lmagan deydi. Keyin esa yoqimli muzika ostida Massima Lauradan unga qaytadimi yo'q, shuni so'raydi. Laura esa shu muzika ostida Massimaga sirli qaragan holda turardi. Va oxir-oqibat biz Lauradan hech qanday javob eshitmaymiz. U kimni tanlaganini ham bilmaymiz. Va film shu suv bo'yida o'z nihoyasiga yetadi. Yaxshiyam ushbu qism oxirida Lauraga hech narsa bo'lmadi. Uni keyingi qismda tiriltirish uchun. Ammo Laura Massimaga biron bir javob aytmagani esa filmning 4-qismi chiqishidan dalolat deb o'ylayman. Albatta bu shaxsiy fikrim. Sizlarning fikrlaringizni esa har doimgidek kommentariyda kutaman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Filmni kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga kirib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.